Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov Sho'rchi tumanidan bir necha kundan beri qat'iyatlik to'g'risida o'z fikrlarimni, eshitganlarimni bayon qilyapman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ilk bor Qur'onni targ'ibot qilib, islomni mustahkamlashga kirishgan vaqtida Nasroniylar payg'ambarimizni oldilariga keladilar. Ey Muhammad, Qur'onni targ'ibot qilmagin, islomni mustahkamlamagin. Sening bir qo'lingga dunyoni boyligini beramiz. Ikkinchi qo'lingga dunyo podshohligini beramiz deganda payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga javob qaytaradilar. Bir qo'limga dunyoni podshohligini bersangiz ham, ikkinchi qo'limga dunyoni boyligini bersangiz ham, Allohning amri ila dedi, Qur'onni targ'ibot qilishdan, islomni mustahkam qilishdan qaytmayman dedi. Mana shu so'zdan kelib chiqqan holimizda qat'iyatlik kelib chiqadi. Ko'ryapsizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qat'iyatlikda ahli insoniyatga, ahli musulmonlarga meros qilib qoldirgan. Mana javob berilgan savolning qaytimi ahli insoniyat, ahli musulmonlarga meros qilib qoldirilgan. Tahlil qiling, fikrlang. Yaxshilab tahlil qiling, yaxshilab o'tirib olib tahlil qiling, fikr yuriting. Mana qat'iyatlik. Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qat'iyatlik ota avlodi, ona avlodidan jamiki o'tgan payg'ambarlarni ham mana shu odam alayhissalomdan mana shu kelgan qat'iyatlik. Qur'onni o'qisangiz, ma'non, mag'zan o'qisangiz ham qat'iyatlikka olib keladi. Qanchadan qancha sahobalar va avliyolar Qur'onda targ'ibot qilish, islomni mustahkamlashdan qaytishmagan. Mana shu qat'iyatlik bo'ladi. 30-yillarda Stalinni qatag'oniga uchragan O'zbekiston xalqi ham qat'iyatlikdan qaytishmagan. Beriya bilan Ivanovning davrida ham kelganda, O'zbekistonga kelib paypaslab boshlaganda
O'zbekistonliklar qat'iyatlikdan qaytishmagan. Karimovning davrida begunoh odamlarni qanchasini qamaganda ham tuhmat, bo'xton bilan qamalganda ham qat'iyatlikdan qaytishmagan. Misollar juda ko'p. Mana Yusuf Ro'zimurod Qashqadaryolik jurnalist. On 9 yil Karimovning tuhmatidan qamalib o'tirib chiqdi. Ammo lekin qat'iyatlikdan qaytmadi. Yusuf Ro'zimurodga qat'iyatlik avlodidan o'tib kelgan. Bomurod Abdulla qat'iyatlikdan qaytmadi. Abduqodir Mo'minov qat'iyatlikdan qaytmadi. Abdurahmon Tashanov qat'iyatlikdan qaytmadi. Olimjon Haydarov qat'iyatlikdan qaytmadi. Olimjon To'xtanazarov qat'iyatlikdan qaytmadi. Sirojiddin Media qat'iyatlikdan qaytmayapti. Rasuljon Kusherbayev qat'iyatlikdan qaytmayapti. Misollarni olib qarasak juda ko'p. Shoberda Hoji Suyunov qat'iyatlikdan qaytmadi. Chunki bu qat'iyat ota avlodi, ena avlodidan qon bilan, sut bilan kirgan. Qat'iyatlikdan qaytmaydi. Bejizga bu gapni gapirayotganim yo'q. Hurmatli vatandoshlar, hayotimiz misolida ko'ryapmiz. Kimki Allohning amri ila Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatiman degan ahli inson qat'iyatlikdan qaytmayapti. Haqiqatni aytayapti. Men o'zim hayotimda ko'rganim Abduqodir Mo'minovni qamaganda qanchalik azob berilganda onasi Sabohat opa Abdullayeva bolam qaytmagin dedi. Chunki sut bilan farzandini oziqlagan. Qat'iyatlikdan qaytmasligini. Yusuf Ro'zimurodni ham onasi qat'iyatlikdan qaytmaslikni tavsiya qilgan. Chunki qon bilan kirgan. Oq sut bilan qat'iyatlik kirilgan. Hayotimizda mana ko'ryapmiz, qat'iyatlikning mana shu bir necha kundan beri bejizga men buni gapirayotganim yo'q. Bu gaplarni ilgari oqsoqollar gapirgan. Qat'iyatli bo'ling. Qat'iyatsiz bo'lganlik eng iflos darajasiga olib borib qo'yadi. Qat'iyatsizlikning oqibati. Oddiy misol, Surxondaryoda Nodir To'raqulov Surxon elining qon qaqshatdi Karimov davrida. Karimov qat'iyatli odam bo'lmagan u. Zolim bo'lgan. U atrofidagi odamlar ham qat'iyatli odamlar bo'lmagan, zolim bo'lgan. Nodir To'raqulovning rahbarlari ham
qat'iyatli bo'lmagan, ular ham zolim bo'lgan. Xuddi Nodir To'raqulovga o'xshagan. Mana o'zimizda hayotimizda mana shu narsalarni hozirgi hayotda ko'ryapmiz. Qat'iyatli inson haqiqatni gapiradi. Qat'iyatli inson korrupsiyaga qarshi kurashadi. Shoberdi Hoji aka qat'iyatlik uchun bor narsani ochiq haqiqatga chiqarib o'tirgani uchun qat'iyatsizlar tarafidan, yana betayinlar tarafidan, qat'iyatsiz odamlarda betayin deb hisoblanadi. Men o'zimni fikrimda aytyapman. Mulohaza qilish o'zlaringizga bog'liq. Agar Shoberdi Hoji boboga, Hoji akaga ta'ziq qilayotganlar, ular qat'iyatsiz odamlar. Ular betayin odamlar. Qat'iyatsizlik ularning ota avlodida ham, ena avlodida ham bo'lmagan. Qat'iyatli inson aqlini, fikrini yuritadi-da, birovga mazlumga yopishmaydi. Qanchadan qancha Surxondaryo viloyatida oblast rahbarlari bu ishlab ketgan, rayon rahbarlari bu ishlab ketgan, o'tib ketgan, xo'jalik rahbarlari, men juda ko'p odam bilan suhbat qilganman yoshligimda. Ana shu odamlar ham qat'iyatli insonlar bo'lgan. Oblastda rahbar bo'lgan odamlar, men bilganim, birorta odamni burnini qonatmagan. Rayon rahbarlari, xo'jalik rahbarlari, obar banoni qama degan gapni gapirmagan. Bizning Surxondaryoda hozirgi kunda qat'iyatsiz kelib o'tiribdi. U prokuraturadan chiqqan odamda qat'iyat degan narsa bo'lmaydi. U qoniga, suyagiga botib ketgan. Onasining suti bilan qat'iyatsizlik kirib kelgan. Xuddi Karimovga ham qat'iyatsizlik ona suti bilan kirgan. O'zbekiston xalqiga zolimlik qildi. Vaqt keladi. Islom Karimov degan odam tarixda qora dog' bilan yoziladi. Hech qachon uni oqlab bo'lmaydi. Shu jumladan Surxondaryo viloyatida Surxon eliga qon qaqshatgan Nodir To'raqulov ham tarix sahifasida qora dog' bilan yoziladi. Nima emish? Nodir Xudo kelyapti degan gaplar chiqib ketdi. Ondan qutuldik. Surxon eli qutuldi. Endi bundan keyin bunday chiqmaydi desak, padaringga la'nati prokurordan chiqib kelgan viloyatga hokim bo'lib, endi Ulug'bek Xudo kelyapti deyishimiz kerakmi? Ha, Ulug'bek Qosimov o'zaka bejizdan bejizga aytilmagan prokurordan yaxshi odam chiqmaydi dedi. Chunki deganda rahmatli Sharof Rashidov 24 yilmi, 26 yilmi, necha yil davlatning rahbari bo'lib ishlagan bo'lsa, birorta prokurorni yoki bo'lmasa birorta ichki ishlar xodimini birorta rayonga rahbar qilib qo'ymagan, viloyatga rahbar qilib qo'ymagan. Faqat ishlab chiqarishda ishlagan
iqtisodchi bo'ladimi, injener bo'ladimi, mexanik bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, agronom bo'ladimi, ana shu odamlarni qo'ygan. Shuning uchun O'zbekistonda Sharof Rashidovni xalq hozir ham yaxshi ko'radi. Karimov bo'lsa, nuqul prokuror DXX mixdan chiqqanlarni olib kelib qo'yardi. Oxirgi oqibatda natijasida nima bo'lyapti? Haqiqatda qat'iyatli odamlarni bosim ostiga olib o'tiribdi. O bosim ostiga olgani bilan u o'ylayaptiki, shu bilan bo'ladi deb. Shuning gapiga kirib tergovchisi bo'ladimi, prokurori bo'ladimi, sudyasi bo'ladimi, DXXsi bo'ladimi, kuni keladi Nodir To'raqulovdek bo'lib qolasa. O aniq bo'ladi. Chunki deganda dunyoda rivojlangan davlatlar adolatli, o'g'irlik yo'q, inson haqqi yuqori darajada, so'z erkinligi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu baribir cho'qqiga chiqib boraveradi. Uni hech kim to'xtata olmaydi. To'xtatib qolganda, ushlab qolganda esir ushlanib qolardi. Esir Allohning la'nati bilan tugadi. Allohning amri bilan esir tugab ketdi. Yaxshilab tahlil qiling, yaxshilab o'ylab ko'ring. Bu zolimlardi. Kuni uzoqqa bormaydi. Hozir rivojlangan davrda yashayapmiz. Ilgari edi ma'lumotlarda bir yil ya bir oydan keyin eshitardik. Yo'q, hozir internet tarmog'ida ma'lumotlar bir deganda chiqib ketyapti. O'zbek tilida gapirsangiz, kerakli davlatlarda keraksa o'zlarining tilida bemalol eshitib o'tiribdi. Hurmatli vatandoshlar, Shoberdi Hoji aka qat'iyatli inson u. O'g'irlik qilmagan, xalqi haqini joyiga qo'yib qo'yib o'tiribdi. Gapiradigan gaplar ko'p. Ammo lekin qat'iyatsiz insonlar Nodir To'raqulovga o'xshab pampers bo'lib qolasizlar. Ko'zlaringni ochinglar, o janobi tergovchi, prokurori, sudyalar. Aqlingizni ishlating. Ertaga Bashar Asadga ham Suriyada qonchiq it kabi xizmat qilganlarning ahvoli nima bo'lyapti? Shu kunga qolmay desangiz, aqlingizni ishlating, insoniyatga zolimlik qilmang. Mansabingiz ham, dunyongiz ham qo'lda kira yuvsa ketadi. O'zi rasvo bo'ldi o'zi. O'zbekistonda prokuratura tuzilmasi, sud tuzilmasi obgor holga keldi. Va o'ziga DXX ham ko'ramas. Endi ichki ishlar vaziri yaqinda o'zgardi. Qani ko'ramiz bu kishini ham Aziz Toshpo'latovni qani ichki ishlarda tartib keltiraman, yo'qmi, keyin bahasi berilaveradi. Hurmatli vatandoshlar, insonga yomonlik qilmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Dunyo tinch bo'lsin.